Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift2Cash kanali. Bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan internetda mining qilib pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video obzorimizda yangi ochilgan zarubejniy Hype proyekt, ya'ni mining proyekt. Buni nomi PP Mining deb nomlanadi. Demak, saytga kirishimiz bilan registratsiya oynasi ochiladi. Registratsiyadan o'tish oson. Birinchi qatorga elektron pochta, ikkinchi, uchinchi qatorga bir xil parol yozamiz. To'rtinchi qatorga temasdan zaregistratsiya tugmasini bossak bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Sizlar bu yerda loyiha haqida to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Hamma dohod nislari, hamkorlik foizlari shular haqida ma'lumot berib qo'ygan. Demak, yoznay tugmasini bossak, glavniy bo'limi ochiladi. Mani balansimda $17.15 bor, ya'ni $15 saytga sarmoya kiritganman va уже bir kunlik dohod olib bo'ldim. Pastdagi bo'limlarni hozir tushuntirib o'taman. Перезарядка, aktiv sarmoya kiritish, pul chiqarish bo'limlari VIP bo'limi orqali sizlar hamma mining apparatlarini qancha foiz kunlik daromad beradi, shular haqida tanishib chiqishingiz mumkin. Bo'limi orqali приложениесini skachat qilsanglar bo'ladi. Aktivnost, часто задаваемые вопросы bo'limlari orqali eng ko'p beriladigan savollar yoki muammolar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Pastroqqa tushsak, bonuslar bor, ya'ni shartlar berib qo'ygan. Bu yerda ежедневный выходи ham bor, ya'ni har kuni kirib sizlar 2 sent bonus olishingiz mumkin. Buning uchun zaregistratsiya tugmasini bossak bo'ldi. Bizning balansimizga pullarni o'tkazib beradi. Bu yerda $1.688 bonuslari bor. Bularning shartlarini bajarib, sizlar balansingizga pulni olib, sirazi chiqarib olishingiz mumkin. Bemalol kirib shartlarni o'qib chiqsanglar bo'ladi. Bu yerda statistikasini yozib qo'ygan, pul chiqarayotganlarning istoriyasini pastda ko'rib borishingiz mumkin va bu yerda kriptovalyutalarning narxlarini chiqarib qo'ygan. Demak, pastda 5 ta bo'lim bor. Ikkinchi bo'limi mining va pul bo'limi. Bu bo'lim orqali bizga beradigan kunlik daromadini ko'rib borishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, men miner 1 apparatini, ya'ni mining apparatini sotib olganman. Xohlasanglar mana повышение tugmasini ustiga bir marta bosib, bemalol sarmoya kiritsanglar bo'ladi. Xo'p, buni sizlarga to'liq tushuntirib o'taman. Keyingi bo'limi bizda ko'rib turganingizdek, Invest Plus bo'limi. Bu bo'lim orqali biz mining apparatlarni sotib olsak bo'ladi. Demak, bu yerda yozib qo'ygan, keyingisini уже $30 ga sotib olsam bo'ladi. Buning uchun sarmoya kiritganimizdan keyin investiруйте сейчас tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Bu yerdan summani yozib подтверждать tugmasini bossak bo'ldi. Biz уже keyingi mining apparat, ya'ni kuchlirog'ini sotib olgan bo'lamiz. Foizlarini va ma'lumotlarini bu yerdan o'qib chiqishingiz mumkin. Xuddi shu tariqa sotib olsak bo'ladi. Aytib o'tgandek, men уже $15 ga sotib oldim. Mana shu yerdan ko'rib chiqib, o'zingizlarga ma'qul kelganini olsanglar bo'ladi. Demak, keyingisi bizda komanda bo'limi. Bu bo'limdan sizlar bu saytga do'stinglarni chaqirib yana plyus daromad olsanglar bo'ladi. 3 uruvenli hamkorlik dasturi bor. Silkalarni mana bu yerdan kopirovat qilib olishingiz mumkin. Demak, oxirgisi miniya bo'limi. Bu bo'limdan sizlar to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi o'zingizlarning profilinglar haqida. Pul yechadigan parol yoki profilga kiradigan parollarni bemalol o'zgartirishingiz mumkin. Свяжитесь со службой поддержки bo'limi orqali Telegram admini bilan bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Endi sarmoya kiritish, pul chiqarish haqida gaplashib o'tamiz. Перезарядка tugmasini bossak, sarmoya kiritish oynasi ochiladi. Xohlagan kriptovalyutalar orqali kiritishinglar mumkin. BP20 ustiga bir marta bossak, bizga BP20 adresini beradi. Xuddi shu bergan adresini kopirovat qilib olib, shu adresga biz sarmoya kiritib, keyin saytga qaytib перезарядка завершена tugmasini bossak bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Demak, galchkasi mana shu birinchisida turish kerak. Mana shu tugmani перезарядка завершена tugmasini bosganimizdan keyin uzog'i 1 daqiqadan 3 daqiqagacha biz kiritgan sarmoya profilimizga kelib tushadi. Demak, sarmoya kiritganimizdan keyin boya ko'rsatib o'tgandim. Mana bu yerdan kiritgan summalarga qarab уже sizlarga skors beradi. Bu yerdan mana sarmoya kiritishingiz mumkin. Hozir qancha sarmoya kiritsanglar, qancha foiz olasizlar kunlik, shuni ko'rsatib o'taman. Buning uchun dom bo'limiga o'tamiz. Boya ko'rsatib o'tganimdek, bu yerdan biza VIP tugmasini ustiga bir marta bossak, mana $0 dan $15 gacha sarmoya kiritsak, bizga kuniga 10% daromad berar ekan, $15 dan $130 gacha 10.36% daromad beradi. Xuddi shu tariqa ko'rib borishingiz mumkin. Menda mana urven 1, ya'ni miner 1 ni men sotib olganman. Demak, skidki bo'limidan yana sizlar ma'lumot olsanglar bo'ladi. Boya ko'rsatib o'tganimdek galchkasi birinchisida tursa, shu sizlar mining apparatga, ya'ni mining bo'limiga avtomatik sarmoya kiritgan bo'lasizlar. Demak, pul yetish qanaqa bo'ladi desanglar, buning uchun aktivat tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Va bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Ko'rib turganingizdek, TRC20 BP20 ga pullarni yechishimiz mumkin. BP20 ga bitta o'tamiz. Minimal pul yechish $2 dan boshlanar ekan. Demak, pul yechish uchun biz birinchi qatorga BP20 adresimizni yozib qoldiramiz. Ikkinchi qatordan summani yozamiz. Uchinchi qatordan saytdagi parolimizni yozib, pastdan подтверждать tugmasini bossak, 1 daqiqadan 30 daqiqagacha biz yechgan pullar balansimizga kelib tushar ekan. Demak, bu yerda yana ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Pul yechishda hech qanaqa komissiyalar yo'q ekan. Pullar kelib tushishi bilan men skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Ko'rib
ko'rganingizdek loyiha yangi va hozirda to'lov jarayonida. Agar sizlarga ham bu loyiha qiziq bo'lsa, loyihaning silkasi Telegram kanalimizda va kommentariyada bo'ladi. Telegram kanalimizga qanaqa qilib o'tish kerakligini skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Xuddi shu tariqa o'tib, o'zingizlar ham tanishib chiqsanglar bo'ladi bu loyiha haqida. Demak, xohlasanglar kirib pul ishlaylar, xohlamasanglar yo'q. Buni hammasi o'zingizlarga bog'liq. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlavorasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.